Demak, eski ahdda Yehova Xudo deb tushunsak bo'ladi, lekin yangi ahdda shu bilan birga o'sha Xudo ota bilan birga u yerda Xudo o'g'il ham borligini shu oyatdan ko'rsak bo'ladi. Endi esa aynan shu so'zlar muqaddas ruhga nisbatan ishlatilganligini ko'rsak bo'ladi. Bu esa nimani anglatadi? Bu esa buning uchun keling Havoriylar 28-bobga o'tamizda, oxirgi bobi va 23-29-oyatlarni o'qiymiz. Demak, muqaddas ruhga nisbatan gapirilgan va shu bilan birga Yehova ota, o'g'il va muqaddas ruhligini shu yerdan ko'rsak bo'ladi va taxtda o'tirganda ota, o'g'il va muqaddas ruh bir xil birgalikda birlashgan holatda bo'lganligini shu bir nechta oyatlardan ko'rsak bo'ladi. Shuning uchun ham uch birlikni tasdiqlovchi oyatlarni qidirganimizda shu kabi oyatlarni ko'rsak bo'ladi. Eski ahdda Yehovaga nisbatan ishlatilgan gaplar, yangi ahdda Xudo o'g'ilga va muqaddas ruhga yoki bir xilda faqat Xudo o'g'ilga nisbatan ishlatilgan bo'lishi mumkin, lekin shu orqali Xudoning birligi nimani anglatishini va undagi uchta shaxs nimaligini shu oyatlardan ko'rsak bo'ladi.